5000 so'm, 5000 so'mlik oldim, 5000 so'm. Bu nimaligini hozir sizlarga aytib beraman. Hozir shunaqa vaqt, shunaqa mavsum boshlangan, tomoq og'riydi. Tomoqni o'zi og'riydi, tomoq bezlari ishib ketadi. O'sha yutinganda nimadir yutmoqchi bo'lsa og'riq bo'ladi. Menda ham shunaqa bo'lib qoldi. O'zimda sinaganim uchun buni ko'pchilik biladi, bilmaganlar uchun eslatma. Ana kommentariyalarda har xil negativlar o'zlaring bilasizlar. Men lekin foyda tegish uchun eslatib ko'rsatib qo'ymoqchiman. Ko'p ximikat dorilarni shimib ko'rdim, yeb ko'rdim, lekin foydasi bo'lmadi. Bu esimga tushib qoldi-da, borib turib bozordan shuni 5000 so'mlik oldim. Iste'mol qildim, shunday tomoqlarimni ochib, eshiklarni qaytarib, yo'tallarni ham to'xtatib qo'ydi. Bu istimam chiqmagandi, faqat tomoq og'rig'i edi. Boshqa idishga ham solmaganman, mana. Bu qalampir munchoq, gvozdiki. Shunday ikkitasini oldim. Shunday soldim. Shimib yurdim, oxirida chaynab yutib oldim. Buni har 3 soat, 4 soatda shimib chaynasalaring, shunday tomoqdagi eshiklar qaytarib, yutunchoq o'sha bezlarni eshiklarini qaytarib zo'r qilib qo'yadi. Eslatib qo'ydim. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, ko'pchilik ko'rsin, eshitsin, tarqatib qo'yinglar. Salomat bo'lasizlar.